O'qituvchi agar o'quvchiga bilim bersa, uni o'quvchilardan keyin qabul qilish jarayonida o'zini baxtli his qiladi. Ya'ni o'sha o'rgatgan bilimi, ketkazgan vaqti zo'y ketmaganligini his qiladi. O'quvchida ana shu o'zini bilimini ko'rsa. Masalan, o'zimda ham yaqinda bo'ldi shu narsa. O'zi bolalar bilan takrorlash darsi o'tayotgandik. 8-sinflarda edi. Sentyabrdan oktyabrda o'tilgan mavzu edi. O'tib ketdik, oradan 7-8 oy vaqt o'tdi. Dars o'tyapmiz, takrorlash darsida o'sha mavzu qaytarilib qoldi. Keyin bitta o'quvchimga berdik shu savolni. O'zi yaxshi o'qiydigan, unchalik 5 a'lochi bola emas, to'g'risini aytaman. Lekin savol berdim, o'shani javob berib qilyapti. Qaytarib javobini to'g'ri tushuntirib beryapti. Demak, savol berdik, o'shani eslab, o'sha javobni beryapti. Demak, o'shanda men o'zimni o'qituvchi sifatida baxtli his qildim. Sabab, demak, o'shanda bergan bilimim o'quvchi uchun zoy ketmagan. Demak, qandaydir o'sha xayolida, fikrida, aqlida qolgan o'sha narsa. Demak, o'sha o'qituvchi agar o'zini bilimini, o'zini mehnatini o'quvchidan qaytarib olsa, qaytarib olganligini, ya'ni o'quvchida o'sha bu narsa borligini sezsa, menimcha o'qituvchi baxtli his qiladi o'zini. Uni his qilib tushuntirib bera olmayman, mana fiziklar tushuntirib bera olmaydigan tushuncha, qanaqadir yuragingiz boshqacha talpinadi bu maktabga. Masalan, shaxsan o'zimda ham shunaqa. Boshqacha jo'shqib kelaman. Boshqacha jo'shqib dars o'tib, qaytib ketaman. O'quvchilarda tarbiyaga juda kuchli e'tibor berishadi. Shu ham bizning bitta maktabimiz yutug'i deb o'ylayman. Chunki tarbiya bor joyda, tarbiya yaxshi bo'lgan joyda sifatli ta'lim yaxshi bo'ladi. Tarbiyali o'quvchilarning bilim olish sifati ancha yuqori bo'ladi. Men shuni his qilaman shu maktabda. Agar menda yana qayta kasbimni tanlash imkoniyati bo'lganda, men hech ikkilanmasdan albatta o'qituvchilik kasbini, aynan fizika fan o'qituvchisi kasbini tanlagan bo'lardim va aynan faoliyatimni ham o'qituvchi sifatida faoliyatimni Grant ta'lim maktabida hech ikkilanmasdan shubhasiz shu maktabda faoliyatimni davom ettirgan bo'lardim.